Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlarga egalardan arzon narxda 3 dona molimiz sotuvga qo'yildi. Qisir mol 1 oylik bo'g'oz va 7 oylik bo'g'oz mollarimiz sotuvga qo'yildi. Ko'rib kuzatib boraverasizlar. Xudo xolasa birinchi nomerli molimizdan boshlab ma'lumotlarni berib boraveramiz. Kanalimizga kuzatishda davom etinglar. Bir like, podpiska, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Birinchi ko'rinishdagi molimiz. Bo'ylari 1.20 atrofida. Tuyoqlari sizlar ko'rib olaverasizlar. Yegim ichimlari xo'ram yedi. Ikkini doğgan. Hozir qisir ekan molimiz. Arqa tomondan ham bir ko'rsatamiz. Eldindan molimiz sal urkib turibdi. Bizdan yatsirab. Mana ko'rib olishlaringiz mumkin. Bahasini 12,5 million so'm aytib turibdi. Qaytib kelishib beradigan yillari bor. Bemalol egasi bilan bog'lanaverasizlar. Biz ikkinchi nomerli molimizga o'tamiz. İkinci nomerli molimiz ham birini doğgan, ikkinchiga 1 oylik bo'g'oz. Arqa tomondan ko'rinishlari qizil molimiz. Ularni sal yatsirab turibdi. Buni bahasini 17 million so'm aytib turibdi. Qaytib kelishib beradigan yerlari bor. Bo'ylari 1.25 plus ekan buni. Bir oylik bo'g'oz. Berdiğinde 3. malımız 7 aylık boğazını malımız. Arka tomondan görünüşleri. Yeleleyen namazı dinle emceklerini, soskelerini bir gösterimiz. Elde tomondan görünüşleri. Boynunun bir neler var ekan, bu isse yem yegeninden deydi. Malımız sırayla ferişteli mal. Buni bahasini 20 million so'm aytib turibdi. Qaytib kelishib beradigan yerlari bor. Bemalol egasi bilan bog'lanaverasizlar. 3 molimiz. Birinchi molimiz 12,5, ikkinchisi 17, uchinchisi 20 million so'm. Qaytib kelishib beradigan yerlari bor. Manzil Xorazm viloyati Shovot tuman Cho'qliq qishloq Oyoqiy mahallada. Bo'lmasa sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yemlasha tayyor sag'in sig'ir sotuvga qo'yildi Xorazm Shovotda. Bugun 30-yanvar. Xudo xolasa Asadbek akadan ma'lumotlarni olib boraveramiz. Assalomu alaykum. Asadbek aka, yaxshimisiz? Yaxshimi? Sog'om aytmisiz? Bugun xudo xolasa xalqimizga yosh yemlasha tayyor o'ykicha va sag'in sig'irlarni qo'yibsiz axi. Ana bola. Ayna o'ykicha o'jakimiz yoldirab turibdi falan. Boyları 1.25 plus bor ekan buni. Arqa tomondan 50'likleri. Tuyoqlar ham yo'g'in ekan buning. Siz ekan tuyoq yana. Chiroyli yoldirab turgan farishtali o'kitcha ekan bu. Baqaman deydi. Mana uzunliqlar ham uzun ekan-da buni. Gelip ko'raversizlar ustunda. Yarashamiz mollar. Buni olib sotarlar ham olib foyda qilaman desa bo'ladi ekan buni bemalol. Uni bahasini necha so'm deb turibsiz buni? 19 million so'm. 19? Tamam, qaytib keladi sen. Qaytib kelishib beradigan yeri bormi? Qaytib doğrusu. Azra qaytib beraman. Chishib. Bitarin necha so'm ko'ngilda? Hozirda 22 million deb tutdim buni. 18,5 bo'lsa beramiz buni. 18,5, 18'lerinden bitib boradimi? Ya, dastlabki pulni bir azra qaytib beramiz bundan bu ana. 18,5 dan dastlabki pullarni qaytib beramiz. Kelishilgan holatda. Tamam, dur shuna qarang. Bo'ldi, sal uzoqroqdan bo'lsa agar mashina topib beramiz axir bu yerdan. Dastlabki pulni o'zim beraman desa. Bo'ldi, bor, mashina bor. Inag'ala, xalagan yerlaringizdan gullan, 4 gul ketaveradi. Bemalol qo'rqmay savdosini aytaverasizlar. Yegim ichimi pisandlar, sog'lom. Beramiz, sen noma'lum. Oho. Ya, bo'lishi mumkin emas inag'ala. Bu yoqda yana bola sag'in sig'ir. Mal qo'llangan lekin to'g'risi. Molimiz Anguson bir bo'yicha gibrid o'xshaydi bu. Ha. Yana molimiz sal xo'rlangan dedi. Arqa tomondan ko'rinishlari. 5-chisini bo'g'ozmi? Egasi aytdi, ko'rsin bo'layotgan yaxshi. Molni qo'llab tashallar. Molni yem bersa bu ana. Necha oylik endi bu ichinde yozi taxminan? 2 oy bo'lgan ekan egasi uyerganda. 2 oy bo'lgan. Inag'ala 2 oy bo'lgan. Necha litr suti bor uni? Buni 3-4 litr suti bor. Yegim ichimlari nechik buni? Yem ichishni beramiz. Yem ichmasam olinmam buni. Inag'ala yemasa ichmasa olinman dedi. Mal qo'llangan. Shunchani bersang paqirlatib sho'l hamini yamaydi. Ichini bir yog'lantirib berish kerak-da buni. Yedirib ichirib. Bot bersang sen deydi. Bir 15 kun bir oydan qaraversa zo'r mol bo'lib ketadi, xudo xolasa.
3 litr sütüne pisentliye beremisizmi Bana bunu? 3 litre o kaçırıp oturman onu köp söpte üyelerini görsetin yani. Yamaç işedi gibi lekin. Bu indi balası bilen ikisi bir yerde akım ona. Ya balasını ayırıp ettiğini satmamış mı? Ya balasını ayırmışsın. Ve ikisi bir yerde. Yine üç çocukimizin uzunlukları uzayım. İsteken tuyak. Tuyaklarım yok ona yan buna yine. Elde tamandan görünüşleri. Yine ağala. Yaldırat durgan ferişteli olacak. Boyları 1 metre etrafında. Neçe aylık olacak bu? 6-7 aylık. 6-7 aylık. Hali yaşına dolma. Hiç kim yüzek size gökçesi. Yine ağala baktı yine. Azanda sağıldı dedi malımız. Sağıldı. Balasa Mehmet tuttu. Balasını emizdim azanda. Balasa Mehmet tuttu dedi. 2 litre sağ balından doğrusunu uğratkanım. Ben şu balasını gerek koydum teyine. Yani 2 litre sağa bakan kanına balasını yürek koygan. Tamam. Şunda indi bunu boladığımın bakasınca son bunu yana bala. 25 milyon diye tutmuş bunu. 25. Tamam. Qaytib gelişip beradığın yeri isince son. Kaçıp beradan 1 milyon son. 1 milyon son. Tamam. 22 milyonlara biter mi? Ya 22'ye doğru gelmiyor aga doğrusu. Ha. 22'ye doğru gelmiyor doğrusu. Şunda 24 milyon son. Dastap gelem boyuna sağlasın mı şunun içinde? Ya dastak yapımını kaçıp veremem. Dastap yapılını yine qaytib beremiz dedi. Tamam. Dastak yapımını kaçıp veremez. Ama gerek kaçırıp oturup. Yine ağala. Dastak yapımını kaçıp veremez. Korkmayın sağda gelişemiz dedi. Gelişip sen niye veremez? Malı yegim için pisentle dedi. Benim malal korkmayın telefon uğrarızlar. Bir yerde yine ena bala yemleşe tayar ökitçele yine. Yedirip Uydu. içirip veremez bunu. Yedirip içirip yiyenden kiyene. Yine geliversin dedi. Yedirip içirip yemese içmese dedi. Vermez dedi. Yani gözler ise elinde yedirip görüp içirip alışlarız mümkün. Gele versin. Telefonu versinler. Telefonu yazsınlar. Pangalar. Like basınlar. Tez eşemiz ağala. Bugün 30. yanvar. Yine ena bala. İkisi 24 milyon son. Üstünde qaytib beriladi. Dastlab pulları, xayr puli. Vaqti yemlasha tayyor o'kitchi. Bo'lmasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.